Assalomu alaykum. YouTube ishqibozlari, quyon ishqibozlari. Hayit bayramingiz muborak bo'lsin. Bugun biz hozir Qo'rg'ontepa tumani Savay mahallasidamiz. Muhammad Ali akaning uyida Xudo xolasa quyonlarini chiroyli qilib video lavha qilib beramiz. Endi hozircha bizda mikrofonlar yo'q. Mana endi ro'za Ramazondan keyin ancha vaqtimiz bo'ladi. Xudo xolasa kameralarimizni, videolarimizni sifatli qilishga harakat qilamiz. Hozircha havaskormiz biz. Bor oddiy odamlar, yangi ishqibozlarni quyonlarini video qilib beramiz. Hozir Muhammad Ali akamizga kelganimizni aytib qo'ydik. Kelib, Xudo xolasa. Savay mahallasi bu. Bu mahallada juda ko'p boshqa millatda odamlari, xalqlar do'stligi bo'lib yashaganmiz. Shu yerda ko'chib ketishgan. Videolarda yozishyapti. Mana boshqa chet davlatlarga shu yerda yashab ko'chib ketganlar. Bu Savay juda taniqli joy. Ko'pchilik bu yerda yashab, har xil millatlar yashab o'tib ketgan. Juda tinchlikda, totuvlikda yashashgan. Shular mahallalarimizni ko'rib xursand bo'lyapmiz deyishyapti. Kimdir quyonga qiziqadi, kimdir mahallasini ko'radi, esdalik bo'lib qoladi. Qani, ketdik. Ularni olib qo'ygan Fazli. Quvonib, Daronbek akam esdalik bo'lib qoladi. Biz quyongacha boqamiz. Ikki xo'rozni ish qilamiz. Kela olib bitta olib qo'yaylik. Hadi kela. Hozir aka. Kelinglar. Hadi tezroq kel. Hozir aka. Yo'llarni ko'rib qo'ydik, havasimiz kelyapti. Otaxonlarga alohida qilib qo'yilgan. Bu yerda ateşi. Biz aka alislarga yoshliklarda birga katta bo'lganlar bor-ku, fajr. Evet, chetdagilar mana. Bu yerda yashab ko'chib ketib, Savayda juda ko'p millatlar yashaganda aytib o'tdi. Ular ko'rib ham xursand bo'lishyapti. O'zimiz eski qadrdonlarni ko'ryapsiz. Assalomu alaykum. Bizga yaqindagi birodarlar. Bu xolasa Fazillo, qisqagina video qilayotganmiz, yaqinroq bu bo'g'oz aka. Mana bu. Ke yaqinroqdan. Hozir bir hafta qoldi. Ke, ochaylik. Bir hafta hashilar tashidimi aka? Mashalar tashib yurdi. Ko'p bezovta qilmaymiz, Uzoq bir hafta qoldi. Rextrikalor aka. Rex. Doni ko'rdadan ekan. Olsa. Chiroyli. Bu yerda nimalar aka? Baran spirit mana. Aka bularni o'zimiz donlarga o'rgatib qo'ydingizmi? Aka bu don. Bular Qanaqa donlar beryapsiz hozir? aralashma beryapman. Qurum beraman, bug'doy beraman. Bu qarancha karlik ekan bu. Karlik spirit. Pastigacha. Bu Kaliforniya bu. Bu tug'dimi aka bu? Endi tug'adi dolasi. Bu yerda yana bolalari. Kaliforniya bolalari. Bolalari. 4 oylik. Yaxshi. Yaqindan bergin. Barandichi, baran bolalardan ajratib qo'ydik. Baraldan ajratib bolalardan bugun. Alohida. Sotuvda nimalar bormi? Hozirgi Shuni bolalar bor. baranda. Barandan. Nechta tug'di aka? 7 ta tug'di. Besiz o'raganda bu. Vesovoy baranlardan. Vesovoy. Otasi chista fransiskiy baran. Ushlab ko'rmagan uchun uncha bilinmaydi ekan boralar uchun, lekin Bugun ajratdim bularni. zo'r ekan. 40 kun bo'ldi bugun rasan. Endi 45 kunda aralash nima qilish kerak? Ajratib yetarli 5 kun yetarli. 40 kun ajoyib, bahorda Bu bo'ladi. satin bu. Satin lyuks original, ha? 3 oylik. Qanaqa qilib ochasiz ekan? 3 oylik bo'lib 4-oyga o'tyapti. Zo'r ekan. Buni qachon ishlaydi endi aka bu? Dolasi yana 1,5 oy bor. Bu ham mana shu yemlardan yo'radi aka. Ha, yuradi. Ko'pchilik faqat bir xil ko'rinib boqar ekan. Yana aralashtirib beraman. Qurum, bug'doy, makka, bir mahal beda. Kaliflar sotiladiganlardan yo'qmi aka? Bu yaqin. Hozir yo'q. Bu bolalaridan. Bular necha oylik bo'ldi aka? Bu anaqa bu xikol. Xikol bilan karif nimalar. Ikkovidan aralashib chiqqanmi bu? Toza Kalifga o'xshab chiqargan. Qara yaqin. Faqat Onasi xikol, otasi. yuzlari, basharalari dumaloq bo'lmaydiganda kalifga o'xshab aka. Bu-chi bular? Bular toza karif bular. Bular necha 3,5 oylik? oylik. Tayda 4 oylik. Samisu. 4 oylik bo'ldi. Paypoqlar ham bor ekan.
O qushimizni olib qo'ygan, saramay qoldi qushimizni. Kelganimizdan beri tinmay turdi. Maşallah. Mashalar zeriktirmay turadi-da bu. Ha. Sayram. De naradan bom qo'yyorlar? Bor yo'q. O'zgartiribsiz ancha qo'yyorlar. Sotilyapti qo'yyorlar. Qizmi? Qaranchalar mo'yga olaylik, chiqib tomosha qilaylik. O'zga ham qiziqadi Muhammad aka. O'zlarda ham yaxshilari bor. Doğru. Mola baralarimizni bitta olaylik chega. Hozirgi qora quyonni bolalar ha bular. Gapirib bering hozir. Bugun ajradimi bular? Bu yajradi. Hali qulog'ini tashamabdi. 40 kilo bo'ldi. Yo'q, 2 oylikda tashlaydi bu. Makfi, otasi Makfi-da bular. Makfini Idishlari yaxshi ekan. Hoppa, tushib ketdi, qochib ketmasin. yechar ketdi. Ha, go'lti ham chiqdi. Ya, chiroylilar. Endi tashlaydi ekanda nimalar, ha, xudo xolasa. 2 oygacha tashlaydi maşallah. qulog'i. Manaqamizga sig'maydi ekan bu. Bu qoralarni ham oling, chekinglar, chiroyli ekan. To'la qora. Otasi oppoq edi, aka. Otasi oq, onasi qora. Hozirgida onasi. Visovoy katta. Otasini bitta yosh ishqibozga sotib yuboribsiz. Ha. U sizga sotmayman deb olib turib sotib yuboribdi-da bu bola ham pul yig'izib. Ha, mayli, nasibda aka. Nechta tug'di bu? Tak, 7 ta. Dolisi ulardan sotuvda bor, ha? Ha, bular sotuvda. 40 kunlik. 40 kunlik. Endi rosa 40 kun bo'ldi. Mana. Vesovoy baranlarga yaqin joylardan so'rayman. Bular juda yaxshi tomoni qariqli, ham nima o'siydigan qilib xo'lot berilmaydi. Yo'q, hozircha o'tgan yo'q. Nega o'rgatasiz siz xo'lotganlarga? Bedalar ana yo'llarga-da emas. Asta-asta o'rgatib boramiz. Ulosi ham chiroyli ekan. O ichkariga kirib ketib qoldi-da. Maşallah bitta oq, bitta qop-qora quyondan har xil quyonlar, beluxalar chiqdi-da aka. Bel oq quloqlar. Endi bular qulog'ini tashlashni boshladi. qulog'ini tashlasa juda chiroyli bo'lib ketadi bular. Yaxshi. Qani? Motrikolor nishonlaymizmi aka? Oq quloq ekani. Qarang, chiroyli. Samech bu. Erkagi. Shundan tug'adimi? Ha, shundan qochgan. Maşallah. Ha, yaqindan olaylik. Juda go'zal ekanda. Haligi Yaponiysi qada T-Rex Yaponiysi aka. Yapon o'zi tug'ruqxonada. Ha, u bo'g'ozdan tug'yapti. Maşallah. Juda chiroyli bo'lib ketibdi hozirga. Keyin Semirgan sari chiroyli bo'ladi. o'zimizni mahalliy tog'lar, hop, sheki to'polon qilib. O'zimizni mahalliy tog'larni yegani uchun aka. Semiz aka. Zo'r. Pichanam bedam berasizmi aka? Ha, bir mahal beda. Bo'lsa, hozircha yo'llarimiz shu, anchasi biz Muhammad aka uyga anchadan beri kelmadik, ancha yengillatdik yo'llar aka. Ancha sotildi. Yo'llar ancha yengillatdik, bo'lsa sotuvda baranlarimiz bor ekan, ha? Bor. Shu baranlar, vesovoy baranlar. Ular xudo xolisa necha kilo bo'ladi aka? Otasi necha kilo edi? 6 kilo. 5,5 kilo 6 kilo bo'ladi. 5,5 kilo 6 kilo bo'ladi. Xudo xolisa Visovoyda bular. qo'ng'iroq qilsanglar, maslahatlashib, yo'llarni birgalashib, fikr bildirib boqishda davom etamiz. Sog' bo'linglar. Muhammad aka to'xta qo'ymadingmi? Muhammad aka, quyonchilarga nima deysiz? Yaqinroq keling aka, bu mikrofonimiz yo'q bizda. Ha, Qancha bo'ldi aka boshlaganingizga? 1 yil bo'ldi. 1 yil, mayda 1 yil. Men siz mayda biluvdim-da. Zot topib. qo'yarlar. Oldin mana quyonlar boqardi, aka. Hashak qo'yarlar boqardi. Babichka. Farqi aka, boqish stili anaqa metod bir xilmi aka? Pashti bir Uslub? xil. Ular ham Biz bular ko'proq tozalikni xohlaydi ekan. Ha. Prosto xulolar unchalik anaqa ham ketaveradi. Bular o'ta tozalikni xohlaydi ekan. Bir kunda 2 mahal shupurib. Tay toza tursa, ammo kasal bo'lmaydi ekan. Bunaqa ukol dorilar, bunaqalar Yo'q, men shaxsan men qilmayman aka, ukol dorilar, hali vaksina bu deydi. Mana 5 yildan beri quyon boqayotgansa qilmayman aka, dorilar. Lekin ko'pchilikning uyida bordim, bir aptekalari bor ekan-da aka quyonchilar. Siz dorilar qilmaysizmi? Yo'q. Hali vaksin degandan qildingiz-mi? Ha, undan qildim. Undan qilish kerak. Albatta qilish kerak buni. Bu qurtlarni o'ldiradi-ku. Men shunaqa ham qilmayman. Ichidagi qurtlarni o'ldirib, uni foydasi katta. Kanalarni o'ldiradi ish qilib. Yozda BDP yo'qmi? BDPni olib qo'ying aka. BDP qo'yaverasiz.
O'rgatasizmi sekin-sekin? Asta-asta o'rgatib boramizda, birdan Qanday ochib qo'yib yuborasizmi bedetpagiga? yo birinchi bir 15 kun so'litib beraman o'tni. Quritib. Ha, quritib, Suvini qochirib. Ha, ha. Bir 10 kun, 15 kun ichida o'rgatib olamanda ho'lga. Keyin ne qo'yib yuborsa bo'laveradi, bemalol yeydi. Birdaniga ko'kka qo'yib bo'lmaydi. Kavlab qo'shnilarga kirib ketdi. Yo, unaqasi. Urg'ochilar keladi deydi. Tug'adigan paytda. Shu paytda olib alohida qilib qo'yasiz, tamom. Sog' Birdaniga ko'k berib bo'lmaydi. Ha, sekin-sekinda. Sразу cho'ti bo'lib qoladi, asta-asta o'rgatasiz. Oshnangiz Fikrullo akam ko'rdi videolarimizni. Oshnam esdalik bo'lib qoladi-da dedim. Muhammad akam mana hozir 2025-yil bugun sana qanaqa 30-chi? 30 mart. 30 mart bozor. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.